Sirdaryo viloyatida 58 yoshli ayol Qozog'istondan O'zbekistonga ko'p miqdordagi psixotrop moddalar olib kirishga uringan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, mazkur kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni mamlakat hududiga kontrabanda yo'li bilan olib kirish rejalashtirilgan. Ayblanuvchiga sud hukmi o'qildi. Bilganim yo'qlar. Kofe deb o'yladim. Men kechirishlarini so'rayman. Ekspertiza xulosalari chegara orqali olib kirilgan mahsulot tarkibida jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladigan modda borligini ko'rsatdi. Tergov materiallariga ko'ra, ayol Qozog'iston Respublikasidan olib kelingan mahsulotlarni biologik faol qo'shimcha sifatida ko'rsatgan, ularni bojxona nazoratidan yashirin o'tkazishga uringan. Biroq Malik chegara bojxona postida o'tkazilgan tezkor tadbirda yuk to'liq tekshiruvdan o'tkazilgan. Mahsulot tarkibida sibutramin moddasi mavjudligi aniqlangan. Bu modda qonunchilikka muvofiq muomalasi cheklangan kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ro'yxatiga kiradi. O'zbekiston Respublikasi bojxona hududiga o'zining boshqaruvidagi avtomashina salonida hech qanday deklaratsiyada ko'rsatilmagan, xorijda ishlab chiqarilgan, biron bir sertifikatga ega bo'lmagan 2258 dona kofe ichimliklari, ya'ni tarkibida faol kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'lgan ichimliklarni olib kirayotganda bojxona xodimlarining ko'rigida aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan sudkovat ekspertizalar o'tkazilgan, uni haqiqatan o'sha kofein tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, biologik faol moddalar borligi aniqlangan. Bu insonning salomatligi, ya'ni ruhiy holatiga, uning miya faoliyatiga kuchli ta'sir qilish farmatsevtika xulosasiga asosan aniqlangan. Sud jarayonida sudlanuvchi mahsulotlarning tarkibidan bexabar bo'lganini, ularni kofe yoki iste'mol mahsuloti sifatida qabul qilganini aytib, qilmishidan pushaymonligini ham bildirdi. Biroq sud ishni baholashda faqat sudlanuvchining ko'rsatmalariga emas, yig'ilgan dalillar va ekspert xulosalariga tayandi. Jinoyat kodeksining 59-moddalar tartibida 7 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, o'z navbatida Jinoyat kodeksining 72-moddasi qo'llanilib, 2 yil 6 oy muddatga sinov muddati belgilandi. Bundan tashqari Artikoga tegishli Lacetti rusumli avtomashina davlat hisobiga musodara qilinib, jinoyat quroli sifatida topildi. Bu holat chegara nazorati va tezkor tadbirlar kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Zohidjon Mamasoliyev, Sirdaryodan.